Tanzilit ya'ni angina bu bodomcha bezlarining yallig'lanish kasalligi bo'lib, bakteriya viruslar ta'siridan paydo bo'ladi. Bodomcha bezlari o'zi bu tashqi infeksiyalardan organizmni himoya qiluvchi asosiy birinchi darvozasi hisoblanadi. Bodomcha bezlari yallig'lanishiga sabab nimalar bo'lishi mumkin? Birinchisi viruslar. Gripp, adenovirus, Coxsackie virusi, shunga o'xshagan viruslar. Ikkinchisi bakteriyalar, asosan streptokoklar qo'zg'atadi. Beta gemolitik streptokok A guruhiga kiruvchi. Undan tashqari sababi bu sovqotishdan bo'lishi mumkin. To'rtinchi sababi immun defitsit holatlarining immunitet pasayishi va hokazo juda ko'p sabablari mavjud. Asosiy simptomlari tana harorati ko'tarilishi, tomoqda kuchli og'riq, yutinish qiyinlashishi, limfa tugunlari kattalashishi, og'izda badbo'y hid kelishi, bodomcha bezlari kattalashishi, qizarishi